Oy, hoş geldiniz. Oy, dada. Kirganmikan? Ha. Charchab ketgan o'xshamamsan. Yo'q, ey. Charchab ketgan bo'lsang, Raskipani davagi ilib ulgursan-chimi? Voy, dada. Kimi charchataydi? Faqat charchandim juma. Qo'ycha. Amis mugdimay o'tda? Do'kondan siqib olgan kasal mig'ostiga shu. Shundami? Do'konni xeli yaxshi yasabsa. Lekin yaxshi yasab qo'ysa bo'lmaydi. Qara. Nima degancha qalaymiqanchilik bu? Sen bugun ishdan tushguncha hammani ratlab, pak qiz qo'ydiganni qo'yib, oladiganni elib, juydiganni juyib, ratlab o'tib kirjimi? Ha? Do'konning ishining pokizligiga alohida ahamiyat berish kerak. Bu birinchi shart. Xo'p. Men hozirlik qilay, ha? Hejab charchdi. Aka, uyga elchi kelgidek. Nima? Elchi kelamdika? Xislat shundaq deydi. Lider vaqu bir necha odamni boshlab o'z elchilikka kelgidek. Asta. Sizlar zamining gapimni faqat anglamadinglar. Hey. Aka, biz qachon sening gapingni anglamabdik? Po'latni yana sinab beqish kerakdi. Yana nimigimiz sınasa aka. Xislat allaburun üzükni taqab bo'lgan tursa qilga. Ko'nglingda bir son bo'lsin, mush necha kun ichida elchilar kelib qoldik. Men bu chiqib qanchamish tayyorlik qilib qo'yay. Elchilar kelsa, yana tantirab qolmay. Ha? Ma'qul. Bu Abbas bilan ko'rishib qo'yish kerakmi ya? Çıkma. İş buldu. Çıkma. Sizdan bir gap so'rayman. Ha, so'ra. Sizlar menda bir ish uyushtirasizlar. Ish qilib qo'ylab qolasiz. Ish qilib sizlar menda bir ish uyushtiradinglar. Hay, ko'p o'ylab ketibsiz. Sizni uyushtirda nima ish bo'lsin. Chiqa. Ey, sovuqqa to'lib ketdim, chiqa. Biz geldik. Keldim ama. Sovuq sir chiqyapsiz dada. Hozir chiqqandim bular. Xudolar qandaqroqqa? Yaxshi. Haras, qudularsan salom etdi. O'zlaring sog'lom bo'lsin, salomat bo'lsin. Oy, yaxshimi? Hey, hammanglar polo yutib saqlab to'g'li ne vaqt? Qaysa? Sen do'konni taqib yutib kirgin. Ha? Jirolar, bir tomoq. Jirolar. Bir gap so'ray, o'z bir ish bo'ldimi? Yoqada, nima shundaysiz? Men qarsam, Xislat ocham, Qaysar Jasur hammasinin kayfiyati bir xil g'alita. Dadam bir ish bo'lmagandi. Yo'q,
Cesur kam tog'amning mijasi yo'q deydimi? Yo'q, Jasurga undadimdi, o'zim shundaroq his qilib qoldim. Rost gapiring, resh bo'ldimmi bunday? Yo'q, acha, men hech nima bilmayman. Sizlar kirmasizlar qo'y. Ha, mana kiramiz. Jo'naq kiraylik. Nima bo'ldi? Qaysar aka, bu Barno acham sezib qolganda qildi-ku. Kim deysiz? Siz bir narsa degansiz-a? Voy yo'q, men hech nima dedim. Ma'qul. Siz qat'iy bilmaysiz edi, ha? Qolgan ish akam o'zi qarab bir taraf qildi. Ma'qul. Menga shunday deganmas. Qiziqchi bor. Tamoq chiqdi. Voy. Qarasanglar, ha? Qo'shganligi bilinib turdi, ha? Shunga jiqobdi mana. Qani. Qani. Elinglar. Ha, tamog'im shundoq o'xshidi. Aka, ala. Elivadi qamsa. Siz boshlab bergan tamam. Kelinglar. Tamog'ing bak o'xshabdi, Parvar. Bak o'xshabdi. Parizat, siz qachon opamdek tamoq etishni o'rganasiz, ha? Mening aytgan tamoqlarim o'xshamay qelyapti-da, mo'min. Bak nachar deb ketganmi bo'lmaydi. Lekin har qatim tamoq pishgandan keyin andan tamoq ism qo'yamiz-ku, ha? Mo'minka, bu nima degan gap? Polo itaman deb oshxonaga kirib ketib, sho'yli ko'tarib chiqdi. Ha. Lag'ma itaman deb kirib ketib, so'min ko'tarib chiqdi. Ha, shuningga deyman-a? Shu hozir nim tamoq itaman desa, avval itim, andan ismini deyishayli deydi. Voy. Ha gapni ko'ring. Qachon men aytgan tamoqdan bir chini yeb to'xtab qolgansiz? Xijil bo'lmaymish gapni qilatamsiz. Uyga kirasiz, ha? Kimizga shay, shunda yeb qo'yman-da. Hey mo'min, polo ye. Talashmanglar qani. Tamoq yanglar. Elinglar. Ala aka. Tugashdi mo'minka. Amma. Ha? Men ish qilmadim-a? Hay hislab doktorni. Mening qarg'ini. Nima bo'ldi? Mal qonma. Ha, qon? Qara baqa. Ha, yo'q. Amma, oqshom dadamga malina choy damlab bergan. Shu malina ekib ketgan o'xshaydi. Ansirma. Uy, bir normalsiz bu o'xshaydi deb chiqib ketdim bolam. Yo'q. Bo'ldi, men jo'ydaya. Men maqdim ishqa. Ha, bo'ldi. Malina?
Rashman kelganmi? Dadam qon qusibdimi? Ammam dadamning yastig'ini ostidan tepibdi. Qon chiqdi. Shundoq. Jasur. Dadamning hozir ahvoli qandayroq? Biz mushtaq bilmasga sep yuraveramdik. Xotirjam bo'l dedi. Biz hozir aldirg'isal qilgan vaqtimiz emas. Dadam bilan paranglashib boqay. Bo'ldi. To'y ishini keyinga suraylik. Bunday qilishning hojati yo'q. To'y ishini biz deyishgan bo'yicha qilaveraylik. Jasur. Shundoq bo'lsin dedi. Dadamni menga topshir. Sen shundoq deysan. Dadam bir shoqqas biz qanday qilamiz? Yig'lama hadi. Hozir yig'laydigan vaqtimiz emas. Kechir. Men bunaqa mas'ul kerakdi kechirgan. Hadi. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'asi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalık sopun paraşütü vətib erkin çıxırdı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Aka, ha chiqibsa, bir yer ketmaydigansa, men sho'rib qilay degandim, siqqin ichib olchimi? Ma'qul, ma'qul. Atdigan, meni uyimni sen tozalab berdingmi? Ha, men tozaladim. Ha, bir ish bo'ldimi aka? Shu yostiqning tagida bir yog'liqim bor deb ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Xislat apchi ketdi. Nima? Xislat? Xislat nima qildi ekan buni? Voy, shu so'ng Malina aytib turibdi ekan-to'q. Malinani tuk uytibdi dadam. Men jub berman deb ichib ketdi. Xislat. Ha, bir ish bo'ldimi aka? Ha? Yo'q. Bu Malina kirib ekanmi? Shundoq dedi-ku. Voy aka, jiroq ketmagin juma? Men bor. Dada. Biz bir oylik ishchilari billa sayohat qilib kiraylik deb o'ylagandim. Bo'ldi. Ijroq bormasak bu shaharning go'zal joylariga berib, o'ynab kelsak bo'lar. Qizlar, yig'layapsiz? Shirkatda bir ish bo'lmaganda? Yo'q dada. Qizlar, O'zingni nima ish qilgan shuni qilgin dada. Pulning g'amini qilma, biz bojimi. Buni ustiga men ko'plab vaqtini chiqarib sana berdim. Rasman.
Qaysar, nima ish bu? Bu yerda nima qilyapsan? Ben xizmatimdan istifa verdim. Nima? Bugundan boshlab mush yer ishlaydi. Biroq u Qaysar endi yo'q dada. Hozir Qaysar faqat Todisning kasbiga varislik qilishni o'ylaydi. Bundaqmi emasdi. Dada. Mening ishimni xislatga demagansan? Nimani? Mening ahvolimni xislatga demagansan deyman. Yo'q, nima bo'ldi? Adam sana bir gap qilmagandi-ku? Yo'q. Yaman demadim. Adam da bilmaydi, xotirjam bo'l. Qaysarga nima demagansan? Ya Qaysarga demedim dada. Qaysar bo'lsa o'yini 5 yil kiyib uchoq ish terib qo'ydi. Shundaqmi? Ha, bo'pti. Sencho, ahvoling qanday? Mening ahvolim yaxshi, xotirjam bo'ldi. Boshqa kasallik alomatlar ko'rilmaganda? Yo'q, boshqa alomatlar yo'q. Bo'ldi, seni avar qilmay, ishonni qilaver. Ha, ma'qul. Yaxshi olamsan. Yaxshimsiz Alimka? Ha. Vallahi ahvolni bilib qolgandek qildi ukam. Nima? Sizlarcha bolalarimiz bilib bo'ptimi? Bu mening farzim. Meningcha bilib qolgandek turdi. Alimka, mening sizga qanday yordamim kerak? Siz bilindimay bolalarning bilgan bilmaganligini bir o'qib bersangiz ukam. Men ehtiyotsizlikni ularga chandırib qo'ysam-chi. Akbarjon, menga yana bir yordam qiling ukam. Ular hozir ahvolni bilib qolsa bo'lmaydi. Voy. Ha. Boya dadingiz telefon qildi-ku. Shundaqmi? U sizlarning bilib qolganinglarni sezib qolgan o'xshaydi. Qarasam bek qo'qib ketibdi. Undaq kenda. Men balkim undaq emasdi deb qo'ydim. Lekin sizlar herhalde ehtiyot qilinglar-chi. Agar bildirmaymiz deb o'ylasanglar, oxirgacha bilmas qiyofatga kiringlar. Bildim. Rahmat sizga. Xabar qilib qo'yganingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Bo'ldi, aloqalashib turaylik. Xo'sh. Şu özümge tasa işencim yok. Nima tuyuqsizlam o'zgarib qoldingiz? Dadamning salomatligi kundan kunga og'irlashib ketadi. Bunday vaqtda xatarga tavakkul qilib
to'yni qilish qilmaslikni bilolmay qoldim. Qisqagina aram olish vaqtimdimi? Dadamga qarayamadi. Shuni o'ylasam men pek ko'nglim yerim bo'lib ketadi. Men qaram xislat. Başqalarning bunday vaqt qanday qildig'ini men bilmadim. Bas gap qilsam. Dadam uchun hech qanday ish qilmadim. İşler oddiy oğlum. Oddiy? Qanday oddiy? Hech qanday ish bo'lmagandek kulimsirab yurib. Dadamdan kesilib kundan kunga eg'irlashib ketyapti. Men qanday kulib yuraman? Apam sekratlik vaqtida men o'zimni bir tashlab ketgan. Sekratlik odam oldida o'zini xo'shal tutish to'g'ri qiyin ish kerak. Qolgan chog'larda men o'zimni o'rib qolganman. Axtaq degimlar. Kasal odamning oldida o'zimizni xo'shal tutishimiz kerak yaxshilar. Apam sekratli vaqtida o'g'lim o'zingni xo'shal tut. Qayg'urma. Kunlarim o'tib ketadi degan. Afsus. Men kulib yuraman. Hatto apamga yaxshiroqmi qarayolmagandim xislat. Benim işimden ötken işler. Şuna başka dadamızı ondan qaram. Dadamızı hoş qilin. Bulamda. Şunu görüşüdüğün vaqt emas, öz qararlıydı bo'laversin. Dadamızın salomatligi yaxshi vaqtida to'yimizni qilib ha? Dadamiz to'yimizni ko'rsa, cho'qim xush bo'lib ketadi. Bulamda. Geçirim. Cho'qim bir ish bor. Soat nemishdi? Qanday qilay deysiz? Dadam bu ishlarni boshqalarning bilib qolishini faqat xohlamaydi. Shu sababdan hozirgacha doktorxonaga kelish unamadi.
bergeymu Gözüm tolgan bilen yaşka Gözüm tolgan bilen yaşka Yenip kelgeymi ketgenler Beşim urgan bilen taşka Beşim urgan bilen taşka Yenip kelgeymi ketgenler Beşim urgan bilen taşka Beşim urgan bilen taşka Gönül külmey Hayat başka, yaşaş başka Nime demeydi her kimle Elem gelmigice başka Hayatta her nefes nimet Umtetülür hikmet Ömür şirin öter daim Kanaat olsa sana hemrah Süyüpsünler yaşaşka İnatlık gevhri kalbi Yigit kız bağımı asraşka İnatlık gevhri kalbi Yigit kız bağımı asraşka Hayat kütken bergeymu Gözüm tolgan bilen yaşka Yenip kelgeymi ketgenler Beşim urgan bilen taşka İnatlık gevhri kalbi Yigit kız barmı Minnettar bol körgen her bir günündün Rencişler dilimdin Tapalmasın cay Cilger gülnümü Tikini birge Güzel bu yüzüde Dal bulsun o ay Cilger gülnümü Tikini birge Güzel dur yüzüne Dal bulsun o ay Kısmetler hemmige Okşaşta kiyin Özgermez hakikat Hayat rahmamın
qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol qismatlar hammaga o'xshashlar qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol